Olam panoh. Shaharda mudhish voqea. Ko'kan Somichki brendda 50% skidga boshlanibdi. Buni qarang. Kim mendan beruxsat farmon chiqardi? Bilmasam, Ko'kan Somichki brend. Sen qayerga yuribsan? Tezda taksi chaqir. Olam panoh, taksizda metanga ochilibdamiz. Unda yayov ketamiz. Qani, yo'l boshla. Olam-panoh. Mana shu yer ekan yangi bozor. Qani, yo'l boshlachi. Xo'p bo'ladi. Olam-panoh. Mana sizga aytgan do'konim. Olam-panoh. Qanday mo'jiza bu? Nimaga shuncha sumkalar bor ekan Somichki brendda? Nimaga menga aytmagansan? Olam-panoh, bir qoshiq qonimdan keching. Bugun xabar oldim bundan. Mana bu qara chiroyli. Mana bu qara. Bir kanizagingizga olib beraylikmi? Ma'qulmi? Ma'qulmi? Ma'qul. Bo'ldi. Men buni o'ratayin borib kassaga. Endi mana kanizaklar ham xursand bo'layotgan bo'ldi. Albatta. Endi qayerga boramiz? Ruxsat bersangiz agar shayton aravamni kesanga olib borgaydurmen. Ruxsat, oq yo'l. Oy borib omon kelgin. Rahmat. Alo, Olam-panoh. Bu yerda ochib juda ko'p-ku. Bir tanish vazirlaringizga chiqing, oralariga chiqib boraylik. Iltimos. Xo'p bo'ladi Olam-panoh. Xo'p bo'ladi. Rahmat.